Assalomu alaykum. Mening ismim Nodira va bu Aviasales o'z yangiliklari. Aprel oyida siz o'tkazib yuborgan yangiliklar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Mishmishlar tasdiqlandi. Endi 2-iyundan boshlab Shirak aviakompaniyasi Toshkentdan Yerevanga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Endi biz Armanistonga to'g'ridan-to'g'ri uchib borishimiz mumkin, boshqa mamlakatda tranzit qilmasdan. Yerevan dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri bo'lib, 2800 yildan ortiq tarixga ega. Umuman olganda, Armanistonning katta qismi tog'lardan iborat bo'lgani uchun uni ko'pincha toshlar o'lkasi deb ham atashadi. Armanlar o'zining mehmondo'stligi bilan biz o'zbeklarga juda ham o'xshashadi. Armaniston bu shunchaki davlat emas, bu ochiq osmon ostidagi katta bir muzey. Armanistonga borish uchun O'zbekiston fuqarolariga viza kerak emas. 180 kun siz bemalol yashashingiz mumkin. Yerevanga chiptalarni bizning saytimizdan ko'rib, sotib olishingiz mumkin. Yana bir ajoyib yangilikni aniq o'tkazib yuborgansiz. Endi Centrum Air bilan biz Trabzonga to'g'ridan-to'g'ri reyslar bilan uchib borishimiz mumkin. Trabzon Turkiyada joylashgan bo'lib, uni ko'pincha Turkiyaning o'pkasi deb atashadi. Yozning eng qaynoq paytida ham bu yer juda ham nam va yoqimli salqin bo'ladi. Trabzonning manzarasi Shveysariyaning Alp tog'larini eslatadi. Agar siz Turkiyaning issiq va gavjum kurortlaridan dam olishni istasangiz, Trabzon aynan siz uchun. Endi Trabzonga boshqa shaharda tranzit qilmasdan uchib kelishingiz mumkin. Trabzonga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 29-maydan boshlanadi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi ham bizni yangiliklar bilan xursand qildi. Endi 3-apreldan boshlab Buxorodan Novosibirskka to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yiladi. Buxorodan Novosibirskka chiptalarni albatta Aviasales.uz saytida sotib olishingiz mumkin. Parvozlar haftaning har juma kunlari amalga oshiriladi. Bu hali hammasi emas. Birlashgan Arab Amirliklarining poytaxtiga endi siz haftaning istalgan kunida uchishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? 17-avgustdan boshlab Etihad Airways Toshkentdan Abu Dabiga parvoz qilishni boshlaydi. Reyslar har kuni amalga oshiriladi. Hozir esa Toshkentdan Abu Dabiga Air Arabia uchmoqda. O'zbekistonning turizm olamidagi yangiliklar haqida endi har oy gapirib boramiz. Bizning kanalga obuna bo'ling va yangiliklarni o'tkazib yubormang. Ko'rishguncha xayr.